Yurak kasalliklari bugungi kunda nogironlik va erta o'limning eng asosiy sabablaridan biridir. Ammo ularni o'z vaqtida aniqlash va zamonaviy usullar bilan davolash ko'plab insonlarning hayotini saqlab qolishi mumkin. Shu maqsadda Qarshi shahrida Javohir med klinikasida zamonaviy angiografiya bo'limi tashkil etilib, o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Endilikda biz yurak qon tomirlarini koronagrafiya orqali tekshirish, zarurat tug'ilganda stent o'rnatish, qo'l va oyoq qon tomirlarini endovaskular usulda davolash, shuningdek, ayrim tug'ma yurak nuqsonlarini jarrohliksiz kateter orqali bartaraf etish imkoniyatiga egamiz. Bundan tashqari yurak ritmi buzilishlarini tashxislash va davolash, radiochastotali ablyasiya, sun'iy yurak stimulyatori, ICD va CRT qurilmalarini implantatsiya qilish jarrohlik amaliyotlari ham yo'lga qo'yilgan. Bizning maqsadimiz har bir bemorga xalqaro standartlarga mos, xavfsiz va sifatli yordam ko'rsatish. Agar sog'lig'ingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, Javohir med klinikasiga murojaat qiling va biz sizga sifatli yordam ko'rsatamiz.